Allohimga isyon qilmayman, durday tishlari kabi terilib to'kilganda yoshim tutmayman, haq o'limni inkor etmayman. Allohimga isyon qilmayman, durday tishlari kabi terilib to'kilganda yoshim tutmayman. Kimdan qolmabdiki bu dunyo, seni mendan qolmasin dunyo. Haqiqatdan unutdikmi yo, borligimiz o'zi bir dunyo. Kimdan qolmabdiki bu dunyo, seni mendan qolmasin dunyo. Haqiqatdan unutdikmi yo, borligimiz o'zi bir dunyo. Kulib turgan shahlo ko'zlar, urib turgan yuraklar, go'zalgina bu dunyo asli g'animat. Kunligini bilasizlar, xotira va qadrlash. Shu munosabati bilan bizga maktabimizga xotira turniri, ya'ni futbol o'yini tashkil qildik. Shu maktabimizda o'tib ketgan o'quvchilarga rasmlari, plakatlar ilindi, to'g'rimi? Shu munosabat bilan futbol uyushtirdik, to'g'rimi? Yerda odilona bo'ldi, to'g'rimi? Kim 11 bo'lganmiz, hammasini qo'yib hammasi o'ynatdim, to'g'rimi? Hozir birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinni taqdirlash marosimini qilamiz. Tushunarlimi? Birinchi o'rinda nima? Uchinchi o'rindan boshlay qolaylik. Tak, 3-o'rnimiz 11-sinf, maktabimizda 11-sinf o'quvchilari. Olqishlar, tabriklaymiz. Ikkinchi o'rnimiz 8-sinf o'quvchilari, kelsin. Men aytdi. Yo, o'zlar ochib olaveradi. Va nihoyat birinchi o'rnimiz 7 o'quvchilar. Birinchi o'ringa alohida o'zimni ham shaxsiy sovg'am bor, tabriklayman. Olinglar. Молодцы, yetta. Xotira muqaddas, xotira aziz, nomingiz dillardan o'chmagay hargiz. Avlodlar yodida yashaysiz mangu, sizni unutmaydi